2021 12 ayının 9. günü. Bütün dünyadaki Uygurlar üçün xatırlashga arziydigan bir gün. Bu gün Uygurlarning nali faryadlariga qarta xalqaradagi nopozliq sotchilar adil bir hukm chiqargan gün. Bu gün Xitoy hukumatining Uygurlarga yurgizayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi xalqaro qonun nizomlari bo'yicha isbotlangan bir gün. Bu gün dunyoda azroq bo'lsa-mu adolatning mavjud ekanligi va dunyoda har doim muttahamlarning emas, mazlumlarning ovozini anglaydiganlarning mavjudligi isbotlangan bir gün. Bu gün Uyg'urlar o'zini dunyodagi ikkinchi cho'ng bir kuch deb qaragan Xitoy hokimiyatiga qarshi sud ichib, g'alaba qozongan bir gün. Bu gün xalqimizga azroq bo'lsa-mu umid beg'ishlangan bir gün. Albatta, London Uyg'ur sotining Xitoy hukumatini darhol jazolash kuchi yo'q. Hammamiz bilgandek, sud faqat hukm chiqarg'uvchi organ bo'lib, u ijro qilg'uvchi organ emas. Har qanday bir mustaqil davlatda parlament yoki xalq vakili qonun tuzadi. Sud u qonunga asosan hukm chiqardi. Hukumat va yoki hukumatga tava qonun ijro qilg'uvchilar ijro qiladi. London mustaqil Uyg'ur soti faqat ko'p sonli davlatlar tarafidan o'rtaq tuzib chiqqan qonun tuzumlarga asosan hukm chiqaradigan bir sud bo'lib, u ma'lum davlatga tava emas, ham uning keynida u chiqargan hukmni ijro qiladigan bir hukumat yoki uningga tava qonun ijro qilg'uvchi kuch yo'q. London Uyg'ur soti chiqargan hukmning ijro qilish kuchi bo'lmasa, uning nima ahamiyati bor? Ijro qilish kuchi bo'lmagan bir hukmdan shuncha umidlanib ketish zarurmi? Ba'zi qarindoshlarning aqliga bu xil savollarning kelishi tamoman normal. London Uyg'ur soti chiqargan hukmning ijro qilish kuchi yo'q deganlik, hargizmi u hukm faqat kuchga ega emas deganlik emas. Uyg'ur soti chiqargan hukmning ijro qilish kuchi yo'q deganlik, u hukmni hech kim ijro qilmaydi deganlik emas. Uyg'ur soti chiqargan hukmning ijro qilish kuchi yo'q deganlik, uning hech qanday ahamiyati yo'q deganlik emas. Amaliyotda yolg'iz sud chiqargan u adil hukm emas, hatto Xitoyga qarshi shunday bir sudning ochilishimi Uyg'ur tarixida alohida ahamiyatga ega. U sudning muvaffaqiyatli ochilishi bir tarafdan Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatiga qarshi jasoratini namoyon qilib bergan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlar yuzlangan fojialar sud orqali burun bo'lib boqmagan bir yo'sinda bütün dunyoga sistemalik anlatildi. Eng muhimi, lager shohidlarining guvohliklari va xalqimiz orasida tarqoq, chechilang'i holda turgan ko'plagan guvohliklar sudga paket qilib yo'llash jarayonida fidokor tarjimonlar tarafidan ingliz tiliga tarjima qilinib, kasbiy xodimlar tarafidan ratlanib, arxivlashtirilib, kelgusida Xitoy hukumatini jazoga tortish uchun muhim bir asos bo'lib qoldi. Mana bu London Uyg'ur sotining ahamiyati. Albatta, suddan xalqimiz umid qilgan adil bir qarorning chiqishi uning ahamiyatini bir daraja yuqori ko'tardi. Hozirga qadar Amerika hukumati va bir qism davlatlarning parlamentlari Xitoy hukumatining Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga yurgizayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin u qaror siyosatchilar tarafidan chiqarilgani uchun xalqaradagi nurg'un davlatlar va munosabatlik mutaxassislar u qarorlarda belgilik siyosiy mudda yoshiringan deb qaraydi. Ba'zi irqiy qirg'inchilik deb qaror olgan Amerika boshchiligidagi bir qism davlatlarning u qarorni elishida ularning Xitoy hukumatiga bo'lgan siyosiy maydoni cho'ng rol o'ynagan deb qarab kelgan. London Uyg'ur sotining u qarori hech qanday bir davlat va yoki ma'lum bir siyosiy partiyaning ta'siriga uchramay, butunlay xalqaro qonun nizomlariga asosan chiqarilgani uchun uning qoyil qilish kuchi texmi cho'ng.
Agar bizning tashkilotlarimiz va faoliyatchilarimiz yetarli tirishchanlik ko'rsatsa, u hukm ko'plagan davlatlarning bo'libmi g'arbdagi demokratik qonun tuzum ustunlikni egallaydigan va haqqoniyatni yoqlaydigan davlatlarning Xitoyga qarta siyosatlariga alayda ta'sir ko'rsatdi va ularning Uyg'urlar to'g'risida haqli qarorlarni olishiga turtki bo'ladi. Shundaqla bu hukm ashu davlatlarni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar to'g'risida ko'plagan qonuniy asoslar bilan ta'minlaydi. Sotning qarori yolg'iz haqqoniyatni yoqlaydigan ko'plagan demokratik davlatlarning Xitoyga qaratgan siyosatlarini belgilashga ta'sir ko'rsatib qolmay, hatto Xitoy hukumatining ba'zi qilmishlariga cheklama qo'yish va jazo berishga turtki bo'ladi. Undaqda u hukmning ijro bo'lish bo'lmasligi kimlarga bog'liq? U hukm kimlar tarafidan qandoq ijro bo'ladi? U hukmning ijro bo'lish bo'lmasligi va qanchalik ham qandoq ijro bo'lishi albatta yanala o'zimizning tirishchanligiga bog'liq. Bizning oldimizdagi fursatlardan qandoq foydalanishimizga bog'liq. Bizning manfaatimizning u hukmni ijro qilish kuchi bo'lgan kuchlik davlatlarning manfaatiga uyg'un kelmasligiga bog'liq. Masalan, biz birsi ustidan iqtisodga chetishliq arz sunganimizda sud faqatli qarshi tarafning bizga to'lam to'lishi va qanchalik to'lam to'lishi ustida hukm chiqarish bilan cheklanadigan bo'lib, sud qarshi tarafdan bizga to'laydigan to'lamni elib bermaydi. Bizning sud hukmiga asosan qarshi tarafdan u to'lamni ola olishimiz qarshi tarafning sudning hukmiga qanchalik amal qilishiga bog'liq bo'lib, agar qarshi taraf sudning hukmini o'zligidan ijro qilmasa, biz sudning hukmini elib soqchiga va yoki qonun ijro qilguvchilarning oldiga berishimizga to'g'ri keladi. Shuningga o'xshashla Xitoy hukumati u hukmni hargiz qabul qilmaydigani uchun u hukm hargiz oson ijro bo'lmaydi. Uning uchun biz qo'limizdagi sudning hukmini elib, u hukmni ijro qilishga kuchi yetadigan va yoki bizga yordam qilish ehtimoli bo'lgan barliq davlatlardan yordam talab qilishimiz kerak. Faqat shunday qilganimizda ondan u hukm o'z kuchini haqiqiy turda joriy qildira oladi. Umid u g'alaba yoki yetmoqchi bo'lgan nishon emas. Umid atrofni qorong'ulik bosgan cho'llikda qaysi tarafga mengishni bilmay qolgan bir insonga nisbatan yiroqdagi bir uyning darisidan ko'ringan bir dal sham nuri. Yiroqda ko'ringan u sham nuri cho'lda qolgan u odamni qutqazmaydi. Biroq qutulishi uchun yo'nalish ko'rsatib berdi. U odamning cho'ldan qutulishi yolg'iz u sham nuriga bog'liq bo'lmasdan, eng muhimi u odamning bexatar yerga bora olishiga bog'liq. Umid bepoyon dengizda yo'nalishini yo'qotgan kemaga nisbatan dengiz qirg'oqidagi mayak. Dengiz qirg'oqida ko'ringan u mayak dengizda yo'nalishini yo'qotgan u kemani qutqazmaydi. Ammo u kemaning qirg'oqqa qarab menishiga yo'nalish ko'rsatib berdi. U kemaning qirg'oqqa sog'-salomat chiqa olishi butunlay u mayakka bog'liq bo'lmasdan, balki u kemaning motoriga, shamol yo'nalishiga va kemadagi odamlarning tirishchanligiga bog'liq. Yana mundaqcha qilib aytganda, sudning bu hukmi bizni oxirgi nishonimizga yetkazib qo'ymaydi. Ammo u bizning oxirgi nishonimizga yetishimizga ba'zi asoslarni yaratib bera oladi. Shundaq ekan, sudning bu hukmi xalqimizga ozroq bo'lsa-mu umid ilib keldi deyishga tamoman haqliqmiz. Rossiyalik tarixshunos Peter Kuropatkin mundaq degan ekan: Umidsiz inson inqilob qilmaydi. Chunki inqilob qilish umiddan shakllangan harakatdir. Umidni yo'qotgan inson hamma narsasini yo'qotishi mumkin. Shunga biz nishonimizga yetimiz deydiganmiz, cho'qim umidimizni yo'qotmasligimiz, oldimizdagi har bir fursatni o'zimizni umidlantirishning kuch manbasi deb bilishimiz va fursatdan eng yuqori darajada foydalanishimiz kerak.
Amerikalik dаңlıq quruluş layihəçisi, ijodiyatchi və yazğıcı Richard Buckminster Fuller mundaq degan ekan. Siz aslidilla mavjud bo'lgan reallik bilan hapilishib, o'zgarish paydo qila olmaysiz. O'zgarish paydo qilish uchun yangi model yaratib, aslidagi modelni tarixga aylantirishingiz kerak. Demak, biz da'voda o'zgarish paydo qilamiz va nishonimizga yetimiz deydiganmiz. Cho'qim yangi yo'llarni izlashimiz va burun sinab baxmagan usullarni sinab beqishimiz kerak. Bilishimiz kerakki, yuqorqilarning hech biri o'zligidan bo'lmaydi. Ularning hammasi tashkilotlarning, jumladan har bir Uyg'urning o'rtaq tirishchanligiga bog'liq.